Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish, ta'lim samaradorligini va sifatini oshirish. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi bu o'qituvchining o'quvchilarga ta'lim berish jarayonida bilim va ko'nikmalarni samarali yetkazib bera olish qobiliyatidir. Kompetentlik tushunchasi pedagogik faoliyatda yangi yondashuvni anglatadi va u quyidagi asosiy omillarga tayangan. Bilimlar. O'qituvchi o'z fani bo'yicha mukammal bilimga ega bo'lishi kerak. Ko'nikmalar. Pedagogik metodlarni, ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llay olishi kerak. Shaxsiy fazilatlar. Hamkorlik qila olish, muloqotda bo'lish, ijtimoiy psixologik yondashuvlar. Innovatsion yondashuvlar, ya'ni raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik metodlarni o'zlashtira olishi kerak. Kompetent o'qituvchi o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shib, ularni faollikka va ijodkorlikka yo'naltiradi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi nafaqat uning o'z bilimiga, balki o'quvchilar bilan samarali ishlashga, turli ta'lim texnologiyalarini qo'llashga qodir ekanligiga ham bog'liqdir. Ta'lim texnologiyalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni. Ta'lim texnologiyalari bu ta'lim jarayonini rivojlantirish, samaradorligini oshirish va sifatini ta'minlash uchun foydalanilgan turli vositalar va metodlardir. Boshlang'ich ta'limda ta'lim texnologiyalarining ahamiyati katta, chunki o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Raqamli vositalar va multimedia vositalari o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Interaktiv ta'limni ta'minlaydi. Zamonaviy texnologiyalar, kompyuterlar, interaktiv taxtalar, o'quv ilovalari yordamida o'quvchilar faol ishtirok etadi. Mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. O'quvchilarga masalalarni hal qilish, yaratish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi. Ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish metodlari quyidagilar. Multimedia vositalarini qo'llash. Darslarda video materiallar, slaydlar, audio fayllar orqali o'quvchilarning vizual va eshita olish imkoniyatlarini taqdim etiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning turli sezgilariga murojaat qiladi. Shuning uchun ta'lim samaradorligi ortadi. Interaktiv ta'lim texnologiyalari. Interaktiv taxtalar, mobil ilovalar, o'quv dasturlari va o'yinlar o'quvchilarga materiallarni o'zlashtirishda aktiv ishtirok etish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil ishlash va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish uchun quyidagi jihatlar muhimdir. Differensiatsiya. O'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini hisobga olish va shaxsiylashtirilgan ta'lim berish. Ya'ni ta'lim texnologiyalari bu jarayonni yengillashtiradi. Ko'p formatli ta'lim. Darslarda turli metodlarni birlashtirish, ma'ruzalar, amaliy mashg'ulotlar, guruhli ishlash o'quvchilarni faol jalb etadi. Baholash tizimini takomillashtirish. Interaktiv texnologiyalar va onlayn testlar yordamida o'quvchilarning bilimini tez va samarali baholash ta'lim sifatini oshirish uchun muhim jihat hisoblanadi. O'qituvchining kompetentligini shakllantirishda ta'lim texnologiyalarining ahamiyati. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat pedagogik bilimlarga ega bo'lishi kerak, balki zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashda ham yuqori kompetentlikka ega bo'lishi zarur. Bu kompetentliklar quyidagilardan iborat. Raqamli kompetentlik. Kompyuter va internet texnologiyalaridan samarali foydalanish. Keyingisi pedagogik texnologiyalarni o'rganish, ya'ni ta'lim jarayonini optimallashtirish uchun zamonaviy metodlarni qo'llash. Uchinchisi innovatsion pedagogik yondashuvlar.
yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va amalda qo'llash. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu orqali o'qituvchi o'z ishini yengillashtiradi, o'quvchilarning faoliyatini ko'paytiradi va ta'lim sifatini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar o'z navbatida o'qituvchining kasbiy kompetentligini yanada yuqori darajaga olib chiqadi. Ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.